Agar siz Merkuriy sayyorasiga tushib qolgan bo'lsangiz, nima qilishingizni hozir men sizga aytaman. Birinchidan, Merkuriyda quyosh tushib turgan tomonga yurish mumkin emas, chunki u yerda +400 gradus juda ham issiq. Keyin esa quyosh tushib turmagan tarafga ham borishni tavsiya qilmayman, chunki u yerda -180 gradus juda ham sovuq. Shuning uchun siz kun va tunning o'rtasida turishingizni tavsiya qilaman. O'zingiz bilan quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak va SPF kremini olib oling. Chunki Merkuriy quyoshga Yerdan ko'ra 3 barobar yaqinroq. Quyoshga uzoq tikilsangiz, ko'zingizga zarar yetkazishingiz mumkin. Eng qiziq joyi, Merkuriyda tortish kuchi Yerdan ancha kam, ya'ni 38%. Shuning uchun u yerda siz sakrasangiz ancha balandroq va uzoqroqqa sakrashingiz mumkin. Undan tashqari u yerda qoyalar bor, shuning uchun sakrashingizni maslahat bermayman, chunki sakrab qayerga tushasiz bilmayman. Yana bir qiziqarli fakt, Merkuriyda atmosfera deyarli yo'q. Shuning uchun osmon juda boshqacha ko'rinadi va yulduzlarni yaxshiroq ko'rishingiz mumkin. Ovqat tayyorlash haqida umuman xavotir olmang, chunki u yer aytganimdek 400 gradus plus issiq. Shuning uchun shunchaki toshga ovqatingizni qo'ysangiz ham pishib ketadi, isib ketadi. Xullas shunaqa, sizlar bilan birga Merkuriyda ko'rishamiz. Ha, aytgancha menga obuna bo'lishni unutmang.